Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'zimizning mashinaga ham ozgina vaqt ajratishga qaror qildik. Xo'p, anchadan beri benzin datchik ishlamasdi. Yaqinda men so'ymaga borib, so'yma kareski benzin datchik tovib ishlamasa ham olib kelganman. Sababi menga aslovni korpus kerak. Haliganda chaqirtirdik bitta benzin datchik. Benzin datchikni chachib, bizga kerakli joyini o'zini oldik. Bizga kerakli joyi buni platasi bo'ladi. Platasini original korpusga yig'dik. Xudo xolasa prijnalarni ham yangilab, plataga tegadigan pastki tarafini najdaklab, cho'tka qilib qo'ydik. Testerda tekshirdik va benzin zapravkani rasmiy o'rnaydigan datchigini ham xudo xolasa benzinga solib tekshirib, hamma yo'qlarini tekshirib oldik. Xudo xolasa mashinaga qo'yib tekshiramiz.